Hammaga salom. Bugungi video juda ham qiziqarli bo'ladi, chunki biz Aqara qurilmalarini Apple HomeKitga ulab ishlatilishini sizlarga ko'rsatib beramiz. Bu videoga biz Aqarani Apple HomeKit bilan ishlaydigan hamma qurilmalarni sig'dira olmaymiz. Shuning uchun bir nechta eng asosiy, har doim qo'llaniladigan qurilmani qo'shib sizlarga ko'rsatib beramiz. Apple HomeKit o'zi nima? Ko'plar ko'rgan bo'lishi mumkin. Yangi iPhone olganingizda mana shu ilova bo'ladi, lekin ko'plar ishlatmaydi. Bu ilova orqali siz aqlli qurilmalarni ulab, aqlli uyni yaratishingiz mumkin bo'ladi. Har bitta ishlab chiqaruvchi o'zi mobil ilova yaratib bersa, Apple HomeKitga o'tkazib ulab nima qilaman deyishinglar mumkin. Apple HomeKitni har bitta afzalligini hozir sizlarga aytib ketaman. Birinchi afzalliklardan bittasi, siz Apple HomeKitga shu qurilmalarni ulab olganingizdan keyin nafaqat telefon yordamida, balki iWatch yoki MacBook yordamida aqlli uyni boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi afzallik tarafi bu, siz Apple o'zini boshqaruv paneliga xohlasangiz chiroqni, xohlasangiz qulfni ulab, uni botdan to'g'ridan-to'g'ri boshqara olasiz. Eshikni ochib olma, eshikni qulflab olma, svetni o'chirib yoqa olaman. Sizga kerakli bo'lgan har safar ishlatadigan qurilmani o'sha joyga ulab qo'ysangiz, sizga qulaylik yaratib beradi. Uchinchi afzalligi, siz Apple Watch yoki MacBook yordamida ish joyingizda har bitta qurilmani ishlata olasiz. Misol uchun chiroqni o'chirib, yoqib, eshigingizni ochib, yopishingiz mumkin bo'ladi. Umumiy qilib olganda, Apple HomeKit yordamida aqlli qurilmalarni boshqarish ancha oson va qulay bo'ladi. Kelaylik endi praktikada Apple HomeKit ilovasida bir nechta aqlli qurilmani ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Biz hozir kamerani, aqlli qulfni va relay yordamida chiroqni ulab qo'yganmiz. Apple HomeKitga hozir birin-ketin hammasini sizlarga ko'rsatib beramiz. Ko'rib turishingiz mumkin, bu yerda kamera, studiyada chirog'imiz va qulfimiz bor. Hozir birinchi bo'lib kameraga kiramiz. Hozir sal kechikishi mumkin, chunki bizda internet tezligi pastroq bo'lganligi uchun ozgina qotishlar kuzatilmoqda. Chiroq bo'limida biz mana svetni ulab qo'yganmiz. Bu yerda o'chirib, yoqishimiz ham mumkin, alohida kirib. Undan tashqari qulfimiz bor. Qulfimizni ham bekitib ochishimiz ham mumkin. Apple HomeKit ilovasini burchagida ko'rib turishingiz mumkin. Plus tugmasi bor. Bu yerda добавить ssenariy, добавить комнату, добавить людей bor. Kimnidir qo'shib qo'yishingiz mumkin. Undan tashqari ssenariylar yaratib berishingiz mumkin. Ertalab kelganingizda yoki uxlagan yotganingizda qaysidir narsa o'chishi yoki yonishini bu yerda ham amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Boshqaruv paneliga har doim ishlatiladigan qurilmani qo'shish uchun biz plus tugmasini bosamiz. Добавить элемент управления. Bu yerda dommi qaysidir elementni tanlashimiz kerak bo'ladi. Biz svetillikni qo'shamiz va ko'rib turishingiz mumkin. Bu yerda boshqaruv panelida svetillik paydo bo'ldi. Chirog'imizni ichiga kirib, o'chirib, yoqishimiz ham mumkin bo'ladi. Apple HomeKit haqida qisqagina kirish qismini sizlarga olib berdik. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'ling. Kelajakda har xil ssenariylar, undan ham ko'p qurilmalarni ko'rsatib berishga sizlarga harakat qilamiz. Agar sizga qaysidir qurilma qiziq bo'lsa, bizning showroomga kelib, ko'rib, uni ishlatib, xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Eslatib ketaman, Aqara, Maes, Sanov brendlarini O'zbekistondagi rasmiy distribyutor hisoblanamiz. Agar siz aqlli uy yaratmoqchi bo'lsangiz, ishonchli qadamni biz bilan bosing.